Toshkentdagi PV festivali haqida fikr bildirganidan, shuning uchun uzr so'ramoqchiman, noto'g'ri fikr bildirib qo'yibman deb ko'pchilik uzr so'rab ham ulgurmaganniki, Samarqanddagi Ko'pik festivali haqida eshitamiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Viloyatlar bo'yicha ma'naviy tanazzul musobaqasi boshlandimi yoki? Axir bu Samarqand-ku, bu yurtdan haqiqiy imomlar, Imom Dorimiy kabi ulug' zotlar dunyoga ilm tarqatishgan. Asrlar davomida ilm, odob, ma'rifat markazi bo'lgan maskan emasmidi Samarqand? Bugun esa samarqandliklar nimalar qilyapsizlar? Ilm festivalinimi yo kitob bayraminimi? Yo'q, Toshkentda PV festivalidan keyin mana bizda ham zo'rlar bor faxsh ishlarni. Sizda PV festivali bo'lsa, bizda yalang'och holda PV ichamiz dedinglar. Bugun Ko'pik festivali, ertaga endi boshqa viloyatda yana nimalar bo'lishini bilmaymiz. Eng qo'rqinchlisi ham aslida shu. Chunki har bir jamiyat tanazzulga birdan qulab tushmagan. Avval uyaladigan ishlarga kulib qaray boshlangan. Keyin odatiy holda qabul qilingan. So'ng o'sha kulib qaralgan faxsh ishlarni bayram darajasiga olib chiqilgan. Tarixga qarang, bu millat boshidan qiyinchiliklarni, bosqinlarni, mustamlakalarni ham o'tkazgan. Lekin o'z hayosi, qadriyati va diniy qadriyatlarni saqlab qolishga harakat qilgan. Bugun esa bizning yoshlarimiz o'z qo'llari bilan qadriyatlarni, dinlarni, millatni oyoq osti qilishayotganini bilishyaptimi? Bunday festivallar haqida fikr bildirganlarni esa olib chiqib uzr so'rattirsak, juda ham bir ajib holat emasmi? Alloh azza va jalla ham Qur'onda marhamat qilib aytadiki, albatta Alloh bir qavmning holatini ular o'zlaridagi narsani o'zgartirmagunlaricha Alloh ham o'zgartirmas deydi. Ya'ni biz o'zimizni isloh qilmasak, bizni tashqaridan kelib kimdir isloh qiladimi? Alloh azza va jalla hamlarimizga insof, tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.